konteynerlarda yashadi. Choyxonalarda yashadi. Yig'lama inshaalloh, yaxshi bo'lib ketadi hammasi. Bismillah, alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz yurtdoshlarimiz, Qirg'iziston xalqimiz, biz O'sh oblasti Aravon rayonidamiz yana. Birodarlar, biz bu xonadonda, bu Abdurahimjonni oldida turishimizdan maqsad bu ukaxonimizga har doimgidek chiroyli uy solib berishimiz kerak. Mana qish fasli sovuq kunlarda turibmiz. Bizni shu sovuq kunlarda turishimizga mana shu Abdurahimjonni dardi bizni shu yerga olib keldi. Birodarlar, bu ukajonimiz otasidan ayrilgandan keyin ular hayoti bo'lmay, ota-onaning hayoti ayrilib ketishdi. Ukajonimiz konteynerlarda yashadi. Choyxonalarda yashadi. Opamiz ikkita farzandni yetalab, hali u yoqda, hali bu yoqda qolib ketdi. Birodarlar, bu hazilakam narsa emas. O'zimizni bir tasavvur qilib ko'raylik, bu qanday yashov. Endi mana bu joyda turilgan, mana bu yerda ham bir deyarli sharoiti yo'q. Mana shu joyda bular ijarada turishadi. Endi bu xonadonning egasi ham iloji yo'q, sotish kerak bo'lib, bu xonadonni sotyapti. Lekin hali bularda chiqdigan yo'q. Bular uy bo'shatguncha bir chiroyli xonadonni bitirib olib chiqib qo'yaylik. Ukajonimizga bir saxiy akamiz yer ajratib berdi. Hattoki u yerda fundamentigacha bor. Ana shu joyga kecha borib planirovkasini qilib keldik. Tezda bitadigan sendvich panellar bor ekan. Ularni ham dogovor qilib keldik. Unaqa siz bilan biz aytgandek katta pullarga bitmaydi inshaalloh bu. 5-600 ming uy bu yoqda, 2 xona uy, ichida hamma shart-sharoitlari bilan inshaalloh 10 kun, oshib ketsa 15 kunda uy bitadi. Shunga aka-ukalar, biz qarab turmaylik. Biz doimgidek aytamiz, ko'pchiligimiz qilayotgan videolarimizni ko'rib boryapsizlar. Отчетlarimizni ko'ryapsizlar. Inshaalloh bularni ham отчетini chiqaraylik. Bularni ham chiroyli xonadonlarga olib kirib, Alloh fazli bilan bularni mana shu g'amgin ko'zlarini xursandchilik siz bilan menga ko'rishlik nasib qilsin. Qarab turmaylik birodarlar. Biz birlashsak, inshaalloh tog'ni to'lqon qilamiz. Bizga shunday bashorat berilgan. Biz ko'pchiligimiz. Aka-ukalar, uy solib beraylikmi jigarim? Ha. Solib bering. O'zingizlardan uylar bo'lishni xohlaysizlarmi? Ha. Mashalloh. Shu yog'ingarchilik bo'lib qolguncha o'tinib ketamiz birodarlar. Doimgidek karta nomerlarimiz videolarimiz ostida qo'yilib ketadi. Uni men bir ta'kidlab aytib ham qo'yaray. 558 bilan 088 400 raqamida M-bankimiz bor va mana shu nomerga yedinisa qilib solsangiz ham bo'laveradi. Yana ta'kidlab o'tamiz. 0558 bilan 088 400 raqamida M-bank nomer va bunga yedinisa qilib solsangiz ham bo'laveradi. 24 soat biz shu nomerda bo'lamiz. Kimi qanday bir nimasi bo'lsa, yordami bo'lsa, bizga telefon qilsanglar, inshaalloh biz sizlar bilan aloqalashaveramiz. Iltimos, bu holatga tek qarab qo'ymaymiz. Sizni qalbingizda bor inshaalloh yordam qilishdik. Bu vaziyatni qo'ldan chiqarib olmang. Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.